Ko'p kishi so'ragan video bu. Mana shunaqa yarim yo'q 8 kilodan tutsak, qancha ishlashini so'ragansizlar. Qancha ishlashini ana shu videoda ko'rishlaringiz mumkin. Bittasi mana bu saka diska, egasi sotib olganiga 2 yil bo'lgan bo'lsam, diskani 2-3 bo'lakka bo'linganini, shu yerda remont bo'lganini ana endi bildi. Shu yo'llarni qiyshaytirgandan keyin, balonni yirtgandan keyin ana endi bildi. Ana qarang svarkaning izlarini. Mana bu yoqqa boshqa parcha almashgan, bu yog'i ham svarka, bu yog'i ham svarka. Shu ana bu yog'i bilan ketgan svarkasi 2 bo'lakka bo'lingan. Ana svarkaning izlari ma'lum. Shuncha udarni ko'rgan bo'lsam, svarkasi miq etgani yo'q, qiyshiqlarni qaytib tuzatib beramiz, tamom. Qaytib haydab yursa ham bo'ladi. Nima deb berasiz? Ishimizning kачествоsi 1 dona layk bosishga arziydimi, yo'qmi? Mana bu diskamiz ham 2 bo'lakka bo'lingandi. Men buni 1,5 yil oldin tuzatib, videosini profilga qo'ygandim. O'sha videolarni pastidan sanasizlar, 18-19 video shu diskaning videosi bo'ladi. O'zi obloshkasidan ham ma'lum. Mana bu svakalarni oxirigacha olinmagan. Mana shundan bilsak bo'ladi bu o'sha diskaligini. Aylanasiga 2 bo'lakka bo'lingandi. Hozircha akamiz mana bu yo'ldan shuncha yo'ritlar, shuncha joyni qiyshaytirgan bo'lsalar ham bu stik miq etgani yo'q. Endi mana shu qiyshiqlarni qaytib tuzatamiz, tamom, akamiz qaytib yana mazza qilib haydab yuraveradilar. Mana bu akamizning ham diskalarni stik qilib bergandim, orqa tomoni uzilib ketgandi. Ana svakalarim, ana uznasiga ketgan. Polni 2 bo'lakka bo'lingandi, orqasini kesib tashlab, orqasini bo'shqa qo'ygandik. Aka, qachon qilgandik buni? Chamamda bir 11 oy bo'ldi-da, Pashti 1 yil bo'lgan. Ana miq ketmasdan mazza qilib haydab yuribdilar. Ana kurga qo'y, orqa tomoni boshqa buni. Ana svakalar ma'lum, mana men polnisini yo'qotmayman-ku. Ana svakalar stigi, mana shu svakaning stigi. Ana o'zi endi boshqa diskalar yo'rilgan ekan. Treshna bo'lganiga o'shan kelgan ekanlar. Ish qilib ishlarimizga garantiya bor. Hamma klientlar o'zicha davolni.